Okalar Namangan ketasizlarmi? Ha, Namanganga necha pul ketyapsiz? 200 mingdan olib ketamiz, oka. 200 mingdan qimmati 150 mingdan beramiz, 300 ming bo'laveradimi? Vallahi 150 dan qoplamaydi. 200 mingdan beringlar, sizlar bilan yuraman. Ikkita odamim bor. Mayli, shoshib turibman o'rta, 200 dan beraveraylik. Bo'pti, ketdi aka. Mayli aka, rahmat kattakon. Sog' bo'linglar, bolalar. Mana qarada. Bir kishidan 200 ming so'mdan olyapti. 4 kishi mashinada 800 ming so'm pul o'lyapti. Mashinasiga qo'ysa 150 ming metan quyadi. 50 ming so'mga o'ziga obed qilsin, deb 600 ming qoladi bitta tarafda o'ziga. Bir kunda 100 dollar pul topar ekanda, Toshkent qatnagan shopirlar. Kuniga 100 dollardan topsa, oyiga 3000 dollar topar ekanda. Aka 5000 so'm bo'ladi. Nima 5 ming bo'ladi? Ha, bu parkovka aka 5000 so'm bo'ladi. Mencha qimmat. Mana, Aka sog' bo'ling. sog' bo'ling. Bitta parkovkaga 5 ming olyapti. Yo'q joyda pul qilyapti bular.